Davramizda yana bir ajoyib san'atkorimiz bor. Ham qiziqchi, ham askiyachi, ham shoir, ham ajoyib chinni kulolchi, ajoyib shogirdimiz Anvarjon Ne'mataliyevni davraga taklif etamiz. Keling Anvarjon. Anvarjon bilan bir yangi narsa qilib beraylik mehmonlarimizga. Anvarjon Ne'mataliyev Farg'ona viloyati Rishton tumani To'da qishlog'ida ishlab chiqarilgan. Tabiiy toza mahsulot. Mahsulot sertifikatlangan ekan. Bemalol iste'mol qilaverasiz. Reklama qilyapsizmi? Hozir hamma yoq reklama bo'lib ketdi, to'g'rimi? Rahmat. Yana aytishadiki, biznesning kuchi reklamada deyishadi-da. Rahmat. Kelin to'ylar qilib olsin ayajonimiz. Abdulla aka, Ha. mana shu reklamalar haqida bitta men reklamaning nomidan she'r yozib qo'yganman. Eshitamiz, yangimi? Yangi. Ha. Hammani nima deydi, mazza qilib tomosha qiladigan reklamasida bu, o'shaning nomidan yozilgan. Aha. Biz ekranda paydo bo'lib, nimanidir maqtab sayraymiz. Ko'rib o'tirgan tomoshabinni asabini qayraymiz. Reklama. Дорогая, где ужин? Reklama shunaqa ketadi-da. У меня много болят. Где эскузан? Эскузан нету. Ультра проктис. Жизнь без задних мыслей. Зачем мне твой геморрой? Лучше меня это давай. Какой? Mezin. О, Oshqozon uchun ham manzur, oshqozonda dam oz deydi-yu. Pechenni beravering undan ko'ra. oshqozonda dam ko'pmi? Dam ko'p aka. Bo'lmasa pampers qo'yib oling. Xohlagan joyingizda yumalanib yuraverasiz. Undan ko'ra pechenni berib qo'ying. Bananli, limonli, olmali, qaymoqli, mambo deydi-yu, o'shandan bormi? Pechene borida o'qituvchi opayimiz yig'ishtirib olib qo'ydi. Yo'q. Undan ko'ra Nazirjon otaning kalbasasi bor, o'shani yeb ko'rasiz. Abdulla aka, kalbasadan yeb olib, şimdi Pepsi'den pastasida yuvib, sizga qarab bir tirchaysam, nozik joyingizda turpa urib olmang. Yomon bo'l ekan, ha? Reklama pastga qarab tushib ketib qoldi. Bo'ldi, sizga qo'yib bersam-chi, haligi o'g'lingiz ultrani ham gapirib yuborasiz shekilli, ha? Shunaqa odatingiz bor. Televizorda ham shunaqa mazza qilib reklama ko'rib tursangiz, yo konsert beradi yo kino boshlab oladi. To'ppa-to'g'ri. Undan ko'ra ajoyib yozgan she'rlarimni o'qib beraveray men. O'qingchi? Hozir men o'zbek she'riyatida o'zgarish yaratganman. Yo'g'i, Yoqut har bitta sholipayalardan men she'riyat sholipoyasidan kurmay bo'lib o'sib chiqyapman. U taqpayda yurib tashashyapti. yaxshi ham o'toq bor. Bemaza qonun urug'i ko'p deydi-yu. Bizda bu bog'dan yursa ag'dan chiqamiz, ag'dan yursa bog'dan chiqamiz ekan. She'r o'qib beraymi? Qanaqa she'r o'qiyapsiz? Men she'rni kliplik o'qiyman. Kliplik she'r o'qib beraman. Klipida kim o'ynaydi? Ikkovimiz o'ynaymiz. O'qingchi? Jonon. Iya. Bu salohasi. Jonon sizni sevib qo'ydim. Yoringiz yo'q bilib qo'ydim. Ishqingizda telba bo'lib, tovuqimni so'yib qo'ydim. Tovuqqinam sho'rva bo'ldi. Jig'ildoni to'rva bo'ldi. Siz bitta yetsiz qizni deb, yakang xo'ras beva bo'ldi. Mana shuni klip qilamiz. Buni qanaqa qilib klip qilamiz? Siz tovuq bo'lasiz. Iya. Men dakan xo'roz bo'laman. So'yilib shalpay yotamanmi men? Siz so'yilib shalpay yotasiz. Men sizni atrofingizda bitta oyog'imni ko'tarib olib, qonatni ola aylanib yuraman. Buni she'rdan menda ham bor. O'qing. Novvos degan she'r. Endi mol laqabli do'stlarimiz bo'lsa, xafa bo'lmasin. Biz ko'pchiligimiz o'qiymiz. Novvos Yem tashakni to'xtamay yedi. Ochko'zdagi boshiga yetdi. Uning semizdagi qassobga yoqib, Novvos bu dunyodan uylanmay ketdi. Ana shuni klip qilamiz. Qanaqa klip qilamiz? Men qassob bo'laman. Men Novvos bo'lamanmi?
Uylanarmi o'lib ketaman ekanda. Uylanganlarni ishdan so'rg'ayman, men qassob kelyapti. Unaqa apasli she'rdan menda ham bor ekan. O'qiychi. Shvabra. Nima? Haligi shvabra bor, poliveydagan, shaharlik supurgi. Ha. Shvabra. U yog'ochdan bo'ladi. Bo'yniga lattani iladi. Polga ishqab lattani rosa mazza qiladi. Mana shuni klip qilamiz. Qanaqa qilib klip qilamiz? Men shvabra bo'laman, siz latta bo'lasiz. Qanaqa bo'ladi unaqada? Sizni polga ishqab men. Xalqqa ko'rsatmaymiz.